Navbatdagi ma'lumotimiz Toshkent shahrida joylashgan O'zbekiston Xalqaro anjumanlar saroyi. Ushbu saroy davlatimiz rahbari tashabbusi bilan barpo etilib, milliy va zamonaviy me'morchilik uslublarini o'zida mujassam etgan. Saroyning balandligi 48 metr bo'lib, umumiy maydoni 9,5 ming kvadrat metrdan ziyod. Bino 2200 o'rinli katta zal va har biri 300 o'rinli ikkita konferensiya zaliga ega. Old tomonini baland kolonnalar bezab turibdi. Loyiha qurilish ishlari 2008-yil 1-oktyabrda boshlangan va 2009-yil 15-iyulda yakunlangan. Saroyning ichki pardozlash ishlari va jihozlari Germaniya mutaxassislari tomonidan, tashqi ko'rinishi esa Gretsiya mutaxassislari tomonidan amalga oshirilgan. O'zbekiston Xalqaro anjumanlar saroyi konstruksiyasi temir beton, metall va shisha materiallardan tashkil topgan. Bino mustahkam temir beton poydevorga ega. Devorlari oq marmar bilan qoplangan. Ustunlari ham temir beton va marmardan tayyorlangan. Gumbaz esa yengil metall konstruksiyada qurilgan. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing va kanalimizga obuna bo'ling.